Psoriaz kasalligini davolash. Psoriaz kasalligini davolashdagi birinchi qadam. Endi nafaqat psoriaz kasalligida, balki barcha kasalliklarni davolashdan oldin albatta o'sha davolashning o'zidagina shifo bor deb o'ylamang. Uning atroflarida shifo bor. Atroflaridagi deganimiz bu o'sha odamlarga bo'ladigan sizning shaxsiy munosabatingiz. Odamlarga qiladigan yaxshiliklaringiz, xayr-ehsonlaringiz, kimgadir kulib qarash, odamlarning ko'nglini ranjitmaslik yoki umumiy hisobda insoniylik yuzasidan ota-onangizni borib ziyorat qilishlik, qarindoshlarni, qo'shni, hamsoyalarni ziyorat qilishlik yoki aziz avliyolarning joylarini, qadamjolarni ziyorat qilishlik, mana bu asli o'sha shifo bo'luvchi. Biz aytadigan mana bu uslublar, giyohlar, hijamalar, bular hammasi o'sha oldimizda turgan sabab xolos. Lekin asli shifo u tomonda. Asli shifo xayr-ehson, sadaqa, o'sha Qur'on bilan ruqiya qilib o'qitishlik yoki ota-onani ziyorat qilishlik, mana bunda haqiqiy shifo bor. Endi birinchi o'rinda biz o'sha ruhiyatimizni davolasak, o'sha stresslardan, qalb kasalligidan, ruh kasalligidan qutulsakgina har qanday kasallikni yengishimiz mumkin. Nafaqat psoriazni, boshqa kasalliklarni ham mana shu uslubda davolansa 100% davosi bo'ladi. Kimdir psoriazning davosi yo'q, bu bo'lmagan gap deb aytmoqda. Lekin unday emas. Mayli kimgadir o'sha psoriaz tuzalmaydi degan odamlarda shunday holat bo'lsa, mayli tuzalmasin. Lekin boshqalarning tuzalishi uchun bunday negativ fikrlar kerak emas. Va biz o'z ishimizda davom etamiz. Agar kimdir o'sha psoriazdan davo topmoqchi bo'lsa, bizning birinchi harakatimizdan, birinchi qadamimizdan boshlab to oxirigacha kuzatib borsa, Xudo xohlasa albatta shifosi bo'ladi.